Tvar yeri tashab ketgan molning ustidan tvorog, kefir, qaymoq. Chiqa qolinglar, olinglar, kam qolyapti. Eri barvaqt o'lib ketgan beva g'unojin ustidan tvorog, sariyog, lako. Nima bo'lyapti, tinchlikmi? Bu gaz pasayganiga nima bo'la, muzlab o'lib qoldimmi bila? O'zim chiqib sotmasam bo'lmaydi bu odamlarga. Chiqaman. Salom alaykum. Shuncha zo'r bo'lib qolganmisiz, ha? Zo'rmisiz? Shunchadan beri sut, qatiq, qaymoq deyman, bitta reaksiya bildirmaysiz. Olmayman-da, nima qilaman reaksiya? Nima yapsiz zavtrikka? Zavtrikka mana amaliy sariyog'lardan yapman mana. Bu shuncha zo'rmi bu? Nima baqir chaqir qo'shni tinchlikmi? Siz tvorogmisiz? Siz tvorogmisiz? Siz xatyabi nima sotyapsiz deb qo'ying. Menga nima kerak? Sizni sut qatiqingiz tavba qildim. Mana bizda o'zimiz amaliy sariyog'imiz bor akajon. Ertalab zavtrikka sariyog'ini ham, zugushonkasini ham mazza qilib yeymiz. Yo tavba qildim. Xatyabi qanchadan deb aytinglar, men narxini aytay, xursand bo'laman. Shu narxini so'rasak bo'ldimi? Ha, narxini so'ranglar tepadan turib. Qancha deylar, men narxini aytaman. Bo'ldi. Qatiq, tvorog. Qancha bo'lyapti? 5000 so'm. Atar gülen kıyıya taralana